Bobur otasidan erta ajralgan, lekin mana shu davrdagi hayotning mashaqqatli sinovlariga qarshi chiqib, otasidan qolgan yurtni himoya qilishga, tashqi va ichki dushmanlardan muhofaza qilishga kirishadi. Vaholanki bu paytda u bor yo'g'i 12 yoshda edi. Xalqimizda bir go'zal maqol bor. Xudo berganning bolasi 15 ta bosh bo'ladi. Xudo urganning bolasi 30 ta yosh bo'ladi. Ha. Alloh taolo haqiqatan ham Zahiruddin Muhammad Boburga kuchli shaxsiyat, yetuk ilmiy va harbiy salohiyat bergan edi. 1496-yil Andijon. Shoh Zahiruddin Muhammad Bobur 14 yoshda. Og'ajon, shu desangiz, menda buyuk rejalar bor. Bobom Amir Temurning davlati bo'lmish Samarqandni birlashtirmoqchiman. Bu hududlarda kuchli va qudratli, adolatli, farovon davlatni barpo etmoqchiman. Bu niyatimni faqatgina sizga aytmoqdaman. Axir siz mening suyukli volidamni o'tkazsiz. Bu yo'lda menga madadkor bo'lasiz degan umiddaman. Albatta, jiyan. Axir sening g'alabang barchamizning g'alabamizdir. Doim yoningda yordam berguvchiman. Hech ham bu borada xavotir qilmagin. Zahiruddin Muhammad Boburning bu niyatini xabar topgan tog'asi ba'zi Temuriy shohlar bilan bir til biriktirib, unga qarshi zimdan kurash boshlaydi. Buning ustiga Umarshayx Mirzoga tobe bir qancha bek va hokimlar yosh hukmdorga, ya'ni Boburga bo'ysunishdan bosh tortadilar. Ularning ayrimlari Boburning ukalarini yo'qlasa, ba'zilari mustaqillik da'vosini qiladi. Boshqa birlari Boburga raqib bo'lsa, yana boshqalari amaki va qo'rg'alariga qo'shilib, uni jismonan yo'qotish payiga tushadi. Shohim, nega g'amginsiz? Samarqand qo'limizdan ketdi. Andijon ham dushmanlar qo'lida. Meni dardga solib turgan narsa dushmanlar tashqaridan emas, o'z ichimizdan ekanligidir. Jonimdan o'zga yorni vafodor topmadim. Ko'nglimdan o'zga mahramiy asror topmadim. Jonimdan o'zga jonni dilofar topmadim. Ko'nglim kabi ko'ngilni giriftor topmadim. Bu xiyonatlardan qattiq azob chekkan Zahiruddin Muhammad Bobur Afg'oniston sari yo'l oladi. U yerda mustahkam, obod va adolatli davlat qurishga erishadi. Lekin qalbi hamon vatan sog'inchi bilan to'lib toshgan edi. Ammo tahdid sinovlar sabab uning Afg'onistondagi hukmronligi ham uzoqqa cho'zilmadi. Hovli yo'q jonimga balolik bo'ldi. Har ishniki ayladim, xatolik bo'ldi. O'z yerni qo'yib, Hind sor yuzlandim. Ya Rab, netayin, neyuz qarolik bo'ldi. Har tarafdan xiyonatga uchragan, yuragi dard alamga to'lgan shoh va shoir ming bir alam ila Hindiston yerlariga yo'l oladi. U yerda nomi hozirgacha ma'lum va mashhur bo'lgan Boburiylar imperiyasiga asos soladi. 1527-yil Hindiston. Shohim, sizga Andijonning mevalaridan yuborishdi. Olib kelayinmi? Ey, sen qanday odamsan? Shuni ham so'raydimi? Tezda olib kel. Yetkazganingga shukr Robbim. Vatan, har qarish tuprog'ing, har bir giyohing dunyolardan aziz. Andijon, Samarqand, qanday ham jannat magon o'lkasizlar-a? Yod etmas emish kishining g'urbatda kishi. Shod etmas emish ko'ngilni mehnatda kishi. Ko'nglim bu g'ariblikda shod bo'lmadi, Ko'nglim bu g'ariblikda shod bo'lmadi, G'urbatda kishini sevilmas emish kishi. Zahiruddin Muhammad Bobur o'z zamonasida bir necha sohalarni cho'l egallagan yetuk shaxs bo'lgan.
U bir-biriga o'ta tez bo'lgan ikki sohani, ya'ni shoirlik va sarkardalikni bir vaqtning o'zida mohirona bajardi. Uning vatanga bo'lgan yuksak muhabbati hamda ilmiy merosi bizga hali hanuz yuksak o'rnak va ta'lim bo'lib kelmoqda. Ssenariy va matn muallifi 3-yurt talabasi Hayrat Boburbek.